kim o'tmas bu dunyodan, biz ham siz ham omonatmiz. Bugun sof yurganlar erta indin kamomatmiz. Dunyo aro tansiqmiz, ummon aro fasmiz go'yo. Parvardigorga ming bora shukrkim, bugun sog' salomatmiz. Assalomu alaykum. Bugun shunday muborak oqshomda biz bilan sog' salomatlikda, bag'ri butunlikda yelkadosh turgan aziz mehmonlar, hurmatli xonimlar va janoblar. Avvalo barchangizni xush ko'rdik, xush kelibsiz. Qadamlaringizga hasalotga chiroyli bir ajoyib tantanada, ajoyib bir go'shada didorlashar ekanmiz, yetkazgan. Albatta bilamizki, bugun mana shunday fayzli oqshomda didorlashyapmiz. Buning o'ziga xos sabablari bor. Yuqorida rais bobomiz aytganidek, bugun aynan mana shu mahallamizni eng ko'zga ko'ringan namunali xonadonlaridan birida, ya'ni Tursunqulovlar xonadonida katta xursandchilik, katta tantana. Demak, Tursunqulovlar ahli bilan bugun mana shunday chiroyli to'yni boshida turibmiz. Avvalambor xonadon ahliga to'ylar muborak bo'lsin. Biz ham tilga olib o'tamiz. Bu xonadon biz uchun tabarruk. Rahmatli Abdumutallib bobomizni hamda Gulxona onamizning xonadonlari bugun mana shunday insonlarni, bugun farzandlari, nabiralari yaxshi kunga ularning ruhlarini shod qilib dasturxon bezashgan. Biz ham haqlariga duoda bo'lamiz. Mashaqidek ko'z o'ngimizda ular bugun albatta biz bilan birga bo'lganlarida naqadar yaxshi bo'lardi. Albatta shu dasturxonlardan yog'ilgan savoblar ularning ruhi poklariga borib quvvatlar bersin deymiz. Demak, bugungi to'yimizni keyingi qahramonlari esa mana shu bizning akamiz, qadrdonimiz Baxtiyor akam, hamda mana shu eng yaxshi ko'rgan yangalarimdan biri shu muqaddas yangamlarni bugun xonadonlarda katta xursandchilik. Baxtiyor akam ham sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Muqaddas yanga, kelinlar qulluq bo'lsin, umrlaringiz uzoq bo'lsin, mana shunaqangi yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin deya bugun sizlarni to'ylar bilan tabriklaymiz. Bugungi kun muborak bo'lsin deymiz. Va mana shu bugungi tantanani esa qahramonlari avvalambor bilamizki, kelin-kuyovlarimiz, demak kuyov turamiz Ne'matullajon ukamiz hamda kelin poshamiz Saodatxon kelinimizni bugun misol onlari 2 yosh baxtli bo'lsin, qo'shgani bilan qo'sha qarasin, serfarzand bo'lsin, uvalik juvali bo'lsin. Kelasi yil Xudo xolasa ko'pni qatorida 1 yil o'tib o'tmay shirindan shirin farzandlarning ota-onasi bo'lsin. Demak, mana shunday xonadonda bugun qo'shaloq to'ylar, nafaqat bugun kelin-kuyovlarimizni, balki bir qator nabirachalarimizni ham, ya'ni sunnat to'ylari o'tib boradi. Bu albatta to'yning qahramonlari mana shu Sunnatullo ukamiz hamda mana shu Nozimaxon kelinimizni farzandlari. Demak, to'y bolalarimiz bugun Ixtiyorjon hamda Izzatullohlarni bugun payg'ambarimizga ummat bo'lgan kunlari. Sunnatullo ukamni ham mana shu kelinni ham tabriklayman. Bolalarini bugun to'ylari sizlarga ham qulluq bo'lsin va to'y bolalarimiz shu Ixtiyorjon bilan Izzatulloh ham umri uzoq bo'lib, bir kun kelib katta yigit bo'lib, mana shu akajonisi Ne'matullohga o'xshagan yaxshi go'shaklarga kuyov bo'lsin deb niyat qilib duo qilib qolamiz. Shunday samimiy tilaklarimiz bilan bugungi to'y oqshomini rasman yana bir bor ochiq deb e'lon qilamiz. Endi mana shu xonadon egalari bugun mehmonlarni ko'ylini olish uchun qo'ldan kelguncha tayyorgarlik ko'rishgan. Demak, hammani biz dasturxonga qaratamizda, bemalol dasturxonga qarab bugungi davramizda ko'ngil yozib o'tirasizlar. Bugun mana shunday chiroyli to'yni birga demak yaxshi kayfiyatda nishonlaymiz. Biz ham ijodiy jamoamiz bilan rizqimiz qo'shilib shu xonadonni bugun xizmatidamiz. Demak, buning ichida esa biz ham qo'ldan kelguncha sizlarni ko'ngillaringni olish ilinjida rang-barang chiqishlar bilan xizmatda bo'lamiz. Buning uchun esa yosh ijodkor xonanda ukamiz Javohir Fayz boshchiligida hamkasblarimiz, ustozlarimiz, sozandalarimiz sizlarni kutgan kuy qo'shiqlar bilan xizmat ko'rsatib boradi. Marhamat, qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Yana bir bor xush kelibsizlar. Salomat bo'linglar, rahmat.